1898-yili Kyori xonim tabiiy radioaktivlik ilminit poloniy bilan radiyni bayqadi. Shuning bilan yadro davrining yetib kelishiga asos soldi. Lekin foyda va ziyon doim nisbiy bo'ladi. Yadroda muvofiq foydalanganda insonlarga baxt yaratqili bo'ladi. Agar ishiltish muvofiq bo'lmaganda, uning g'oyat zo'r buzg'unchilik xarakteri o'rin to'ldirish bo'lmaydigan ziyon olib keladi. Olimlar tadqiqotining ko'rsatishga asoslanganda, yadro radiatsiyasi nafaslanish, teri hamda hazm qilish qatorliq yo'llar orqali jonliqlar tarafidan so'miriladi va jonliqlarning DNAsini buzg'unchilik uchirtib, asli qaytarib bo'lmaydigan zaxm paydo qiladi. Yadro radiatsiya miqdorining oz ko'pligiga asosan jonliqlarda paydo bo'lgan ziyonmi o'xshash bo'lmaydi. Agar uzun mazgil 10 ming milliradiy radiatsiya muhit ostida yotsa, rakka giribtor bo'lish nisbati necha, hatto necha yuzga o'rlaydi. 450 mingdan 800 ming milliradiy radiatsiyaga bevosita yuzlanganda 30 kun ichida jonliqlar bosh qiyish, choch tushish, ich surish, ichki a'zolar qanash qatorliq kasallik alomatlarini boshdan kechirdi hamda oxirida o'lim yuzlanadi. Ikkinchi qitimliq dunyo urushining keyingi mezgilida yadro quroli bu dunyoga ikki dona uchirgili bo'lmaydigan tartib qo'yib qo'ydi. O'xshashlar bir qism kishilarning qalbida tegiga yetkilib bo'lmaydigan qo'rqinchli tush qoldirib qo'ydi. Bugungi tinchlik davrida garchi yadro biz insonlarga baxt yaratib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin ko'p qism kishilarning bilishida yadro yanada xatarning simvoli. 1986-yilda yuz bergan Chernobil yadro voqeasi butun dunyodagi kishilarni yadro o'zgarishiga texnik qiziqtirdi. 20-asrning o'rta oxirgi mezgillarida Sovet ittifoqi bilan Amerika o'rtasidagi raqobat kunsir keskinlashdi. Yadro elektr stansiyalari yomg'irdan keyingi bombardek ikki davlat tuprog'ida paydo bo'lishga boshladi. Garchi yadro elektr stansiya qurilganining dastlabida xatarni imkon qadar eng kichik holatga tushirgan bo'lsa-mu, lekin yanada xatar hosil bo'lishdan saqlanolmadi. 1986-yili 4-oyning 26-kuni saharda Chernobil elektr stansiyasining 4-nomerlik reaktorida hozirga qadar eng og'ir bo'lgan yadro elektr stansiyasi portlash voqeasi yuz berdi. Bir qator portlash zo'r miqdordagi yuqori energiyalik radiatsiya moddasi qo'yib berdi hamda atmosfera qatlamini qopildi. Olimlarning hisoblashiga asoslanganda bu qitimliq voqeaning markaziy rayonida paydo bo'lgan radiatsiya miqdori Hiroshima atom bombasi portlashining 400 dan yuqori ekan. Voqea yuz bergandan keyin mutaxassislar naq maydon atrofidagi kanatda jonliq bo'lish miqdori necha yuz keladigan yadro radiatsiyasini o'lchab chiqqan. Hamda radiatsiya qimmati uzluksiz o'rlagan, lekin bu yanada mutaxassislarning ahamiyat berishiga erishalmagan. Mutaxassislar radiatsiya o'lchash mashinasida kashil paydo bo'lganiga ishonishni xohlaganki, lekin amaliyotga ishonishni xohlamagan. Sovet ittifoqi doiralari tunji vaqtda uchur qamal qilishni tanlaganlikdan bu bevosita 40 necha nafar birinchi turkumdan naq maydonga yetib kelgan qutquzish xodimlarining o'lishini keltirib chiqargan. Atrofdagi aholilarning bilmaydigini faqat 10 necha soatda ularning badanidagi DNA yadro radiatsiyasi tarafidan og'ir buzg'unchilik uchirgan. Voqea yuz bergandan keyingi 36 soatda Sovet ittifoqi doiralari ondan jiddiy ishlar komiteti qurib chiqqan. Hamda undan keyingi bir hafta ichida tikuvchar orqali reaktorga 5000 tonna borak to'kish orqali ondan zanjirsimon reaksiyani to'xtatgan. Statistika asoslanmada sobiq Sovet ittifoqi mashg'ulot sevarlik tufaylidan Chernobil yadro voqeasi keltirib chiqargan iqtisodiy ziyon necha yuz milliard Amerika dollariga yetgan. Voqea yuz bergandan keyin 3 oy ichida 47 odam o'lgan. Undan keyingi 15 yil ichida bo'lsa 60 mingdan 80 minggacha odam radiatsiya kasal sababidan hayotidan ayrilgan. Qolgan radiatsiya ta'siriga uchragan, lekin olamdan o'tmagan 130 ming odamning hammasi keyingi umrda radiatsiya kasalining azobini yetkish tortgan. Pichoq doktorning qo'lida odamni qutuldiradigan qurolga aylandi, lekin qassobning qo'lida bo'lsa, u bir o'ltirish quroli. Yadromo dal shundoq. Agar yaxshi ishlatilsa, insoniyatga g'oyat zo'r qiyin xatar paydo qiladi. Agarda muvofiq foydalanilsa, u yana g'oyat zo'r qimmat yaratadi hamda insonlarga baxt kelib keladi. Bo'ldi. Bu qitimliq sayohat oxirlashdi.